Paxtakor Neftchini mag'lub qildi. Superliganing 6-turidan o'rin olgan markaziy va qiziqarli bahsda Paxtakor safarda Neftchini 1-0 hisobda tor-mor qildi va muxlislarni quvontirdi. Ushbu natija bilan farg'onaliklar mavsumdagi ilk mag'lubiyatini qabul qildi. Shu kunga qadar Neftchi o'tkazgan 5 ta o'yinda ham har bir bahsda kamida 3 ta gol urilgani kuzatilgan edi. Ammo bu safar ular himoyada zaiflik ko'rsatib, mag'lubiyatga uchradi. Uchrashuvdagi yagona gol 22-daqiqada kiritildi. Dostonbek Hamdamovning aniq zarbasi sherlarga g'alaba olib keldi va o'yinning ruhini belgilab berdi. Bu gol jamoa uchun nafaqat ochkolar, balki psixologik ustunlik ham berdi. Shu g'alabadan keyin Paxtakor ochkolar sonini 15 taga yetkazib, turnir jadvalida peshqadam Neftchiga yetib oldi. Bu natija jamoaga kelgusi turlarda ham ishonchli va strategiyali o'yin ko'rsatishda qo'llab-quvvatlash beradi. Neftchi Paxtakor 0-1. Superliganing 6-turidan o'rin olgan qiziqarli bahsda Buxoro o'z maydonida mehmon jamoa Qizilqumni 2-0 hisobda tor-mor qildi va muxlislarni xursand qildi. Uchrashuvda hisob juda erta ochildi. 21-daqiqada Javohir Ro'ziyev mehmonlar darvozasiga aniq zarba bilan gol urdi va jamoani oldinga olib chiqdi. Bu gol o'yinga qo'shimcha energiya va ritm berdi. Ikkinchi bo'limda esa Buxoroning ustunligi yanada sezilarli bo'ldi. 59-daqiqada Vladimir Rodich Shahzod Ubaydullayevning aniq uzatmasini qabul qilib, hisobni 2-0 ko'rinishiga keltirdi. Shu g'alaba orqali Buxoro turnir jadvalida 13 ochko bilan 3-o'ringa ko'tarildi. Qizilqum esa 6 ochko bilan 11-o'rinda qoldi. Bu natija jamoa uchun katta ruhiy qo'llab-quvvatlash va kelgusi turlarda yanada kuchli o'yin ko'rsatish imkonini beradi. Buxoro Qizilqum 2-0.